Okalar, bir kunda sotib yuboriladigan uyga kelganmiz, so'm mubolag'a bo'lmaydi. Qarang, xonadonga bitta e'tibor qaratasiz. Joylashgan mana огородlari chiroyli holatda travertinlardan chiqadigan tayyor bitgan patkuch xonadon kelganmiz. Ko'ryapsiz, bu yerda suv yetkazdan muammo yo'q, yon atrofda maktab, masjid, bog'chadan muammo yo'q. Endi sizlar bilan xonadonni ichkarida obzori boshlaymiz. Okalar, mashalloh, haqiqiy o'zbekona xonadon kelganmiz. Chiroylikini qarang, zeleniy zonalarga bitta e'tibor bering. Dekorativniy archalar ekib, chiroyli holat keltirib qo'yishgan ekan. Hattoki basseynli ham qurib qo'yilgan. Poliga qaraydigan bo'lsangiz, Nikolay g'ishtadan terib, travertinlardan chiqqan tayyor bitgan xonadonga xush kelibsizlar deyman. 478 sotuv bo'ladi, fasadi 18 bo'ladi. Ko'ryapsizlar, chiroyli holatda, ko'chalari ham keng, zeleniy zonalarga bitta e'tibor berdingiz. Endi xonadonni planovkasini tushuntiradigan bo'lsam, qarang, yo'l qismidan kirib boradigan bo'lsangiz, ikkita mashina qo'yishga joy, o'ng tarafda 3 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda oshxona, sanuzlari joylashgan. Bu yoq tarafga bitta e'tiboringlarni qaratadigan bo'lsam, ko'ryapsiz, kattagina hol bilan boshlanyapti. Uni yonida bitta zalni ko'rishingiz mumkin, bitta ota-ona yotoqxonasi, yana bitta xona. Bolxona qismiga 3 ta xonani joylab o'rgan ekanlar, akam. Общий xonalarning soniga keladigan bo'lsa, 9 ta xona borda. Kelgan manzilimizda Nazarbey Notarius ko'cha, katta ko'chadan 100 metr olis masofa, yon tarafda masjid, maktablar hammasi mujassam. Bu yerda suv yetkazdan muammo yo'q. 478 sotuv bo'ldi, 9 ta xona, chiroylikini ko'rib turibsizlar shu xonadonimizning narxini $182 ming baholaymiz. Albatta kelishadigan joylar bor. Egana raqamini qoldirib qo'yamiz. Kelib ko'rib, talash tortish qo'ng'iroq qilib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Aniqlab ketsa Telegram kanalimizda bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.